Assalomu alaykum beshariq. Mana bugun sizlarga haqiqiy dirijokda qanday qilishni ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib kartoshkani yog'da shunday qilib to'g'rab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek. Mana buni qo'zantegiga terib chiqamiz. Keyin kartoshkani bosamiz. Kartoshkani ham ozgina ziravorlab olamiz. Va ozgina tuz sepamiz ustiga. Mana go'shtimiz 2,5 kg mol go'shti, laqim, bez suyak. Ziravorlab olamiz. Shunday videolarda o'tkazib yubormaslik uchun biz sahifamizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga shunday videolar kerak bo'lib qolsa, sahifamizga obuna bo'lib qolsalar, xudo xolisa foydali videolar chiqaramiz. Mana shunday qilib ziravorlab, buni endi bosamiz. Xudo xolisa videomiz davomini kuzatsalaring, buni pishgan holatini ham xudo xolisa chiroyli qilib video qilib chiqaramiz inshaalloh.